Bugun men pensiya oladiganlar, pensiya yoshiga yaqinlashganlar, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali keladigan pul, qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lov yoki hujjatlarni yangilash masalasida ko'pchilik bir xil savol bermoqda. Bu yoqimli yangilik menga ham tegishlimi yoki yo'qmi? Shuni boshdan aytaman. Bu ma'lumot har bir kishiga kerak. Chunki bugun pensiya olmasangiz ham ertaga ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki o'zingiz uchun shu tartiblar muhim bo'ladi. Ba'zi odamlar o'ziga tegishli pulni vaqtida oladi. Ba'zilari esa oddiy xatolik, bitta hujjat yetishmasligi yoki ariza bermagani uchun oylar davomida kutib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men hammasi oddiy tilda, kimga pul kelishi mumkin, kimga kelmasligi mumkin, qayerga murojaat qilish kerak, qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak. Barchasini ketma-ket tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiya masalasida shunday o'ylaydi. Pensiya bir marta tayinlanadi. Keyin har oy bir xil summa keladi. Tamom, aslida bunday emas. Pensiya miqdori bir nechta holatda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, ish staji to'liq tasdiqlansa, avval hisobga olinmagan davrlar aniqlansa, ish haqi ma'lumotlari topilsa, qonunchilikdagi ayrim ko'rsatkichlar o'zgarsa, nogironlik guruhi yoki oilaviy holat bo'yicha ma'lumot yangilansa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Ilgari odamlar pensiya jamg'armasiga borib, navbat kutib, ariza yozib, mehnat daftarchasini ko'rsatib, arxivdan ma'lumot olib kelish kerak bo'lardi. Ko'p hollarda odamning o'zi nima so'rashni ham bilmasdi. Masalan, bir ayol 25 yil ishlagan, lekin tizimda faqat 20 yil staj ko'ringan. U 5 yil staj hisobga olinmaganini bilmay. Yillar davomida kamroq pensiya olib yurgan. Yoki bir erkak zavodda ishlagan davrida yuqori oylik olgan, ammo o'sha davr ish haqi arxidan topilmagani uchun pensiyasi pastroq hisoblangan. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ma'lumotlar tobora raqamlashtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi soliq organlari, ish beruvchilar, arxivlar, banklar va boshqa idoralar o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Agar tizimda sizning stajingiz, daromadingiz yoki huquqingiz bo'yicha qo'shimcha ma'lumot paydo bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuningdek, avgust oyida ko'plab fuqarolar o'z hisobiga odatdagidan biroz ko'proq pul tushganini, ba'zilari esa qayta hisob-kitob haqida xabar olganini sezishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim jihat bor. Har bir odamga avtomatik ravishda katta pul tushadi deb o'ylash xato. Kimdadir qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Kimdadir faqat odatdagi pensiya keladi. Kimdadir esa avval hujjatlarni aniqlashtirish talab qilinadi. Men aynan shu nozik joylarni tushuntirmoqchiman. Chunki ko'pchilik yangilikni eshitib, ertasi kuni bank kartasiga qaraydi. Pul tushmasa, xavotirga tushadi. Aslida avvalo o'z holatingizni tekshirish kerak. Birinchi navbatda pensiya oluvchilar o'z pensiya miqdori qanday hisoblanganini bilishi kerak. Pensiya shunchaki yoshga qarab beriladigan bitta umumiy summa emas. Unda ish staji, o'rtacha daromad, ish davrlari, imtiyozli sharoitlar, ayrim qo'shimcha huquqlar va amaldagi eng kam miqdorlar hisobga olinadi. Shuning uchun ikki kishi bir vaqtda pensiyaga chiqsa ham ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Masalan, birinchi holatni olaylik. Dilbar opa 62 yoshda 28 yil ish stajiga ega maktabda ishlagan. Pensiya tayinlanganda mehnat daftarchasidagi asosiy davrlar kiritilgan, lekin bir maktabdan boshqa maktabga o'tgan davrdagi 30 yilni to'liq ko'ringan. Keyin arxiv ma'lumoti topildi yoki elektron bazada yangilandi. Natijada uning staji 25 yil emas, 28 yil deb qayta tasdiqlandi. Bunday vaziyatda pensiya qayta hisoblanishi va avvalgi oylar uchun farq to'lab berilishi mumkin. Farq katta bo'lishi ham, kichik bo'lishi ham mumkin. Masalan, oyiga taktadan 1000 so'm qo'shimcha chiqsa, 6 oy uchun dardi taktadan 1000 so'm farq yig'iladi. Agar oyiga 1000 so'm farq chiqsa, 8 oyda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Mana shuning uchun odam o'z stajiga befarq bo'lmasligi kerak. Ikkinchi misol. Karim aka 65 yoshda qurilish tashkilotida uzoq yillar ishlagan. Mehnat daftarchasida ish joyi bor, lekin oylik ma'lumotlari to'liq kiritilmagan. Pensiya pastroq hisoblangan. Keyinchalik arxivdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olindi. Agar o'sha yillarda Karim akaning oyligi yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, bu pensiya hisob-kitobiga ta'sir qilishi mumkin.
Ba'zan odam faqat stajni o'ylaydi, lekin daromad ko'rsatkichi ham muhim. Ayniqsa avval yuqori malakali lavozimda ishlagan, ustama olgan, zararli yoki og'ir sharoitda mehnat qilgan kishilar bu masalani tekshirtirishi kerak. Uchinchi misol. Nodira opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandlari uchun oladi. Farzandlardan biri 12 yoshga to'lgan, lekin kollej yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Bu holatda huquq davom etadimi yoki yo'qmi hujjatga bog'liq. Agar o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin hujjat olib kelinsa, ayrim holatlarda qayta tiklanadi. Lekin vaqtni cho'zish oilaga zarar qiladi. Shuning uchun bo'lasa o'qishda bo'lgan oilalar har yil boshida yoki talab qilinganda o'qish joyidan ma'lumotni tayyorlab qo'yishi kerak. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish kerak. Agar ko'rik muddati tugasa va fuqaro o'z vaqtida bormasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Avgust oyida kimdir qo'shimcha to'lov kutayotgan bo'lsa-yu, aslida uning hujjat muddati tugagan bo'lsa, pul kelmasligi mumkin. Bu pensiya jamg'armasi xatosi emas, ko'pincha hujjat muddati. Komissiya qarori yoki ma'lumot almashinuvi bilan bog'liq bo'ladi. Endi kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha staj va daromad ma'lumotlari to'liq kiritilgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa va sizga tegishli imtiyozli toifa bo'lmasa, ehtimol siz odatdagi to'lovni olasiz. Bu yomon degani emas. Bu sizda hozircha qayta hisoblashga asos yo'q degani bo'lishi mumkin. Lekin men bitta narsani alohida ta'kidlayman. Xotirjam bo'lish uchun tekshirib ko'rish kerak. Odam meniki hammasi joyida deb yuradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning 2 yil staji hisobga olinmagan yoki familiyasi o'zgargandan keyingi hujjatlar bazada birlashmagan. Ayniqsa, ayollar turmushga chiqqanda familiya o'zgargan bo'lsa, eski ish joylari boshqa familiyada qayd etilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar muhim rol o'ynaydi. Avgust oyidagi yo'qimli syurpriz nimadan iborat bo'lishi mumkin? Eng ko'p uchraydigan holat shuki, odam odatdagi pensiyasidan tashqari qayta hisob-kitob farqini oladi. Bu bonus yoki sovg'a emas, bu unga qonuniy tegishli bo'lgan pul bo'lishi mumkin. Ya'ni tizim avval to'liq hisoblamagan yoki keyin hujjat bilan tasdiqlangan huquq bo'yicha farq to'lab beriladi. Shuning uchun bunday pul tushsa vahima qilish kerak emas. Bankdan pul tushum maqsadini ko'ring. Pensiya jamg'armasi bo'limidan izoh oling. Shundan keyin xotirjam foydalaning. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Har bir yangilikda istisnolar bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan birinchi xato. Odam internetda hamma pensionerlarga pul beriladi degan gapni eshitadi. Keyin o'ziga pul tushmasa, kimnidir ayblaydi. Aslida pensiya masalasida hamma degan so'z juda ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak. Agar qonunda aniq umumiy oshirish belgilansa, bu boshqa masala. Agar qayta hisob-kitob, hujjat aniqlash, toifa bo'yicha to'lov yoki farq puli bo'lsa, u faqat shartlarga mos kelganlarga tegishli bo'ladi. Ikkinchi xato. Bank kartasi bilan bog'liq muammo. Ba'zan pul hisoblangan bo'ladi, lekin karta muddat tugagan, karta bloklangan, bank rekvizitlari yangilanmagan yoki fuqaro boshqa bankka o'tgan bo'ladi. Odam pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda to'lov yuborilgan deyishadi. Bankka boradi. U yerda karta faol emasligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun pensiya oluvchi odam har doim kartasining amal qilish muddatini bilishi kerak. Ayniqsa keksa ota-onangiz bo'lsa, ularning kartasini tekshirib qo'ying. Karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangisini olish kerak. 3-xato, yashash joyi va ro'yxat ma'lumotlari. Fuqaro bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lishi mumkin. Pensiya hujjatlari eski manzilda qolgan, yangi manzil bo'yicha ma'lumot to'liq o'tmagan bo'lishi mumkin. Bu har doim ham katta muammo tug'dirmaydi, lekin ayrim tekshiruvlarda xabar yuborishda hujjat so'rashda qiyinchilik beradi. Shuning uchun doimiy yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va bank ma'lumotlaringiz dolzarb bo'lishi kerak. 4-xato, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar salomatligi sababli banka yoki idoraga bora olmaydi. Ularning o'rniga farzandi, qarindoshi yoki boshqa vakil harakat qiladi. Bu mumkin bo'lgan holat, lekin ishonchnoma muddati, vakolat doirasi, hujjatning to'g'ri rasmiylashtirilgani muhim. Ishonchnoma muddati tugasa, to'lovni olishda muammo chiqadi. Shuningdek,
pensionerning o'zi tiriklik holatini tasdiqlash talab etiladigan vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Bu nozik masala, lekin amalda uchraydi. 5-xato norasmiy ish stajini pensiyaga qo'shaman deb o'ylash. Ko'p odam men 10 yil ishlaganman deydi. Lekin mehnat daftarchasida yozuv yo'q, ish beruvchi badal to'lamagan, shartnoma bo'lmagan. Bunday vaziyatda og'zaki gap bilan pensiya oshmaydi. Stajni tasdiqlash uchun hujjat kerak. Bu mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchi buyruqlari, ish haqi qaydnomalari, sud qarori yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman. Pensiya huquqi hujjat bilan himoya qilinadi. 6-nozik jihat chet elda ishlagan davrlar. Ba'zi fuqarolar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'ladi. Bu davrlar qanday hisoblanishi xalqaro shartnomalar. To'lovlar, hujjatlar va ishlagan davrning rasmiyligi bog'liq. Men chet elda 7 yil ishladim, demak avtomatik qo'shiladi deb bo'lmaydi. Mehnat shartnomasi, ish joyidan ma'lumot, sug'urta to'lovlari, tarjima qilingan va tasdiqlangan hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu holatda alohida maslahat olish kerak. 7-muhim masala ortiqcha to'lov. Ba'zan tizim xatosi yoki vaqtda xabar berilmagan, o'zgarish sababli odamga ortiqcha pul to'lanishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni tugatgan, lekin bu ma'lumot vaqtida berilmagan. Yoki nogironlik guruhi muddati tugagan, ammo to'lov davom etgan. Keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men doimo shuni maslahat beraman. Agar sizga odatdagidan keskin ko'p pul tushsa, avval sababini aniqlang. Bu qonuniy, qayta hisob-kitob bo'lsa, muammo yo'q. Lekin xatolik bo'lsa, keyin qaytarish og'ir bo'ladi. 8-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim fuqarolarning pensiyasidan aliment. Kredit, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy majburiyatlar bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Odam menga qo'shimcha pul chiqish kerak edi, lekin kam tushdi deydi. Tekshirilsa, ma'lum bir qismi ushlab qolingan bo'ladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasidan tashqari majburiy ijro byurosi yoki bankdagi qarzdorlik holatini ham tekshirish kerak bo'ladi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. 1-qadam. Pensiya miqdoringizni va oxirgi tushumlarni tekshiring. Bank ilovasidan, bankomatdan yoki bank bo'limidan oxirgi oylar bo'yicha tushumlar tarixini oling. Agar avgust oyida odatdagidan ko'proq pul tushgan bo'lsa, darhol sarflashdan oldin tushum manbasini aniqlang. Bank xodimidan to'lov izohini so'rang. Ko'pincha to'lovda pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilot nomi ko'rsatiladi. 2-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda menga pul tushmadi deb umumiy aytish yetarli emas. Aniq savol bering. Mening pensiyam qayta hisoblanganmi? Stajim to'liq kiritilganmi? Menga farq puli hisoblanganmi? Hujjatlarimda kamchilik bormi? Bank rekvizitlarim to'g'rimi? Savol aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha komissiya xulosasi. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha tug'ilganlik va vafot etganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin o'zingizga tegishlisini yig'ib qo'yish zarur. 4-qadam, ariza yozishda ehtiyot bo'ling. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, oilaviy holatim yoki boshqa huquq beruvchi holatlarim to'liq inobatga olinganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar siz aniq davrni bilsangiz, masalan, 1992-yildan 2003-yilgacha falon tashkilotda ishlaganman desangiz, arizada shu davrni albatta yozing. Tashkilot nomi, manzili, lavozim, taxminiy yillar ko'rsatilsa, tekshiruv osonlashadi. 5-qadam, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlatib oling. Og'zaki murojaat qilib ketish bilan ish bitmasligi mumkin. Sizda ariza raqami qabul qilingan sana yoki elektron murojaat tasdig'i bo'lsin. Keyin javob muddati o'tsa, aynan shu raqam bilan so'rashingiz mumkin. Bu o'zingizni himoya qilishning eng oddiy va eng samarali yo'li. 6-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Ariza yozishda qiynaladi. Hujjatlar qayerda ekanini bilmaydi. Farzandlar ota-onasining pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib bersa, katta foyda bo'ladi.
Mehnat daftarchasini ko'rib chiqing. Ish davrlarida uzilish bormi? Familiya o'zgarishi bo'lganmi? Arxivga so'rov kerakmi? Shularni aniqlang. Ba'zan bir kunlik tekshiruv kelajakda har oy qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. 7-qadam rasmiy manbalarga tayaning. İnternetdagi har bir xabarga ishonmang. Pensiya masalasida eng ishonchli yo'l rasmiy idora, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali tekshirishdir. Kimdir men sizga pul chiqarib beraman deb haq so'rasa, ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi hujjat va qonun bilan hal bo'ladi. Tanish bilish yoki shubhali vositachi orqali emas. 8-qadam, agar javob olsa sababini yozma oling. Bo'lmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nima uchun bo'lmasligi kerak? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tasdiqlanmagan? Qaysi norma asosida rad etildi? Shu savollarga yozma javob bo'lsa, keyingi harakatni to'g'ri qilasiz. Balki arxidan bitta ma'lumotnoma yetishmayotgandir. Balki ish beruvchi nomi o'zgargandir. Balki hujjatda imlo xatosi bordir. Sababni bilmasdan yurish eng katta xato. 9-qadam. Summani hisoblashda real bo'ling. Hamma ham millionlab qo'shimcha pul olmaydi. Kimdadir gak 1000 so'm, kimdadir 20 ming so'm, kimdadir bir necha oy uchun farq puli chiqishi mumkin. Lekin hatto oyga 1000 so'm qo'shimcha ham bir yilda 220 ming so'm degani. Pensiya oluvchi odam uchun bu dori darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajatida sezilarli yordam bo'ladi. Shuning uchun kichik farqni ham e'tiborsiz qoldirmang. 10-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Hujjat so'ralgan bo'lsa, vaqtida olib boring. Nogironlik bo'yicha qayta ko'rik sanasini oldindan belgilang. Farzandingiz o'qishda bo'lsa, ma'lumotnomani vaqtida yangilang. Bank kartasi tugashidan oldin bankka boring. Manzil yoki telefon o'zgarsa, tegishli joylarga xabar bering. Pensiya tizimida ko'p muammo katta sababdan emas, aynan shu mayda narsalar vaqtida qilinmagani uchun chiqadi. Yana bir amaliy misol beraman. Mavluda opa 3 yil ishlagan, lekin pensiyasi kamligidan nolib yurardi. Farzandi hujjatlarini ko'rib chiqdi va 1990-yillar boshidagi 4 yil ish staji mehnat daftarchasida noaniq yozilganini ko'rdi. Arxivga so'rov berildi. Ma'lumot topildi. Pensiya qayta hisoblandi. Natijada oyiga 110 ming so'm qo'shimcha chiqdi va oldingi davr uchun ham farq puli to'landi. Bu tasodif emas, bu hujjatni to'g'ri tekshirish natijasi. Yana bir holat. Anvar aka avgust oyida odatdagidan 900 ming so'm ko'proq pul tushganini ko'rdi. U darhol xursand bo'lib hammasini ishlatib yubormadi. Avval pensiya jamg'armasiga telefon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu avval hisobga olinmagan ish haqi ma'lumotlari bo'yicha qayta hisob-kitob farqi ekan. Demak, pul qonuniy. Mana to'g'ri yondashuv shu. Tushum sababini bilish keyin xotirjam foydalanish. Aksincha misol ham bor. Bir oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi farzand uchun to'lanardi. Farzand o'qishni tugatgan, lekin oila bu haqda xabar bermagan. Keyin ortiqcha to'lov aniqlanib, qaytarish masalasi chiqdi. Bu juda noqulay vaziyat. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. Pensiya va nafaqa masalasida halollik nafaqat qonuniy talab, balki keyingi muammolardan saqlanish yo'lidir. Men tomoshabinlarga yana bir narsani alohida aytmoqchiman. Pensiya masalasida uyalish kerak emas. Borib so'rasam nima deyishadi? Men tushunmayman. Navbat ko'p bo'ladi deb yurish noto'g'ri. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Siz yillar davomida ishlagansiz, badal to'langan, davlat tizimida hujjatlar yuritilgan. Endi o'sha huquq to'g'ri hisoblanganini bilishga haqqingiz bor. Mutaxassisdan so'rang, ariza bering, tekshirtiring. Demak, avgust oyida pensiya jamg'armasidan kelishi mumkin bo'lgan yoqimli syurpriz hammaga bir xil beriladigan tasodifiy pul emas. Bu ko'pincha qayta hisob-kitob, hujjatlarning aniqlanishi, staj yoki daromad ma'lumotlarining to'ldirilishi, toifa bo'yicha huquqning tasdiqlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Kimdir qo'shimcha pul olishi mumkin, kimdir odatdagi pensiyasini oladi. Kimdir esa avval hujjatlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Mening asosiy maslahatim shuki, bank tushumlaringizni tekshiring, pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring, staj va daromad ma'lumotlari to'liq kiritilganini aniqlang. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan yaqinlaringiz bo'lsa, ularga ham yordam bering. Ba'zan bitta ariza, bitta arxiv ma'lumoti yoki bitta yangilangan bank kartasi odamning har oygi daromadiga ta'sir qiladi. Sizda avgust oyida pensiya yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha qanday o'zgarish bo'ldi? Pul tushdimi?
Qayta hisob kitob bo'ldimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, staj, hujjat va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim masalalarni yana oddiy tilda tushuntirib beraman.